Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Xo'p, navbatdagi mebelimiz ustanovka jarayoni tugatdik. Bu mebelimizni prospektga o'rnatdik. Xudo xolisa bir chekana obzorini qilib beramiz. Xo'p, общий razmeri 3.28 ga, balandligi 2.70 holatda bo'ldi. Xo'remizda bez pudra akrili, kremperilda bez pudra akrilda bo'ldi. Xo'p, sal yaqinlashtirib yuboraman tana bo'lishi uchun. Xo'p, bu tomonda shkaf joylashgan, bez ruchka fasonda bo'lgan, outside oshirmoqchiga ichlarni to'ldirib qo'ygan, eshiklar qo'yapti. Xo'p, pastlarida polkalari bor. Bu yerga push mexanizmi qo'yilgan. Mana vakuum, bu yerga duxovka joylashadi, ustiga gaz plita, bu yerga sekretniy g'aladon. Patnis ichida g'aladon vakuum o'zi yopiladi. Eshiklari ham. Xo'p, bundan so'ng moyka joylashgan. Xo'p, moykadan keyin kir mashinani o'rni ochilgan, kir mashina endi qo'yiladi. Xo'p, moyka tepasi ham razmeri 1.21 bo'lgan, tepa eshigining razmeri porkalari ikkitadan bo'lgan, juda keng holatda. Xo'p, plyuslarni qo'yib berganmiz, rossiyskiy stolishniца. Xo'p, kafeli devorda bo'ldi, granit yopishtirilgan. Xo'p, sochi qiladigan turbalarimiz bor. Taxcha bunga joy kichkinaligi uchun tushmadi. Xo'p, sushilkamiz, tepasiga polka qo'yganmiz. Xo'p, bu turbani qo'yib qo'yganmiz. Mebelni o'rtasi oldiga og'masligi uchun. Xo'p, bu yerga vitishga qo'yiladigan bo'lgan, vitishkani ham joylarini ochib qo'yganmiz. Ustidan foydalansa ham bo'ladi. Bu yerdan chiqib ketadigan bo'lgan. Shkafimiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.